Rossiyada bez dokument yurgan mehnat muhojirlari uchun amnistiya 10-sentyabrgacha uzaytirilganligi tasdiqlandi. Lipetskda O'rta Osiyolik yigitni Rossiya fuqaroligidan mahrum qilishdi. Yaqin vaqtda Rossiyaga kelish uchun mehnat muhojirlar VICH kasalligi yo'qligi haqida spravkalarni taqdim qilish kerak bo'ladi. Endi Rossiyaga kelayotgan chet el fuqarolarini biometriyalarini tekshirish tizimi Vnukovo aeroportida ham yo'lga qo'yildi. Chet el fuqarolariga fiktivniy braklar orqali RVP, VNJ va Rossiya fuqaroligini rasmiylashtiradigan guruh qo'lga olindi. Rossiya va O'zbekiston bosh prokuraturalari mehnat muhojirlarini Rossiyada haq-huquqlarini himoya qilishga qaratilgan shartnomaga imzo qo'yishdi. Omskiy oblastida Farg'ona viloyatiga tegishli Fruit City markazi ochildi. Moskvaning sudi ish beruvchilarni e'lonlarida "Только для славян" degan belgini taqiqladi. Astraxanskiy oblastida bir nechta sohalarda mehnat muhojirlarga kiritilgan taqiqlarni bekor qilish haqida takliflar chiqmoqda. Sankt-Peterburgda mehnat muhojir kuryerlarga nisbatan bo'lgan reydlarning natijalari e'lon qilindi. Ukrainaning Kiyev shahrida 10 ta odamni o'ldirgan o'zbekistonlik manyak qo'lga olindi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 4-may va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Birinchi yangilik amnistiyaga tegishli. O'tgan hafta biz bir ma'lumot bilan chiqqanmiz. Bu ma'lumotga binoan Rossiyada bez dokument qolib ketgan mehnat muhojirlari uchun amnistiya 10-sentyabrgacha uzaytiriladi. Va mana bu hafta Rossiyaning hukumatı rasmiy ma'lumot bilan chiqdi. Bundan oldin juda ko'p shov-shuv gaplar bo'lgan. Bu amnistiya faqat Qirg'iziston fuqarolari uchun, shu boshqa mehnat muhojirlariga bu amnistiya tegishli emas. Va mana nihoyat Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin amnistiyani 10-sentyabrgacha uzaytirishga tegishli qarorga imzo qo'ydi. Keyingi yangilik Lipetsk shahridan keldi. Bu yerda bir O'rta Osiyolik yigitni Rossiya fuqaroligidan mahrum qilishdi. Bunga asos bo'lganligi bu yigitning 2024-yilda gapirgan so'zlari. Давайте расходитесь. Познакомились. Расходитесь. Что видео делаете? Чтобы вы знали, вы сюда приехали. Мы сюда приехали. Работать. Какая работа? Только здесь. Ну, приехали. Unda mahalliy aholi bilan urushib qolgan vaziyatda u islomni boshqa dinlarga qaragan ustuvorligi haqida gapirganligi va mahalliy aholiga nisbatan har xil xunuk gaplar gapirganligi. Bu vaziyat shu zahot Lipetsk oblastning FSB xodimlari tomonidan nazoratga olingan va bu yigit birinchi bosqichda shu Rossiya fuqaroligidan mahrum bo'ldi va bundan keyin Rossiyadan выдворение bo'ldi. Bundan tashqari FSB tomonidan Rossiyaga kirishga unga 50 yilga taqiq qo'yilgan. Bunday vaziyatlarga biz ko'p guvoh bo'lyapmiz. Agarda shu yangi Rossiya fuqarolar o'z o'rnida shu mahalliy aholi uchun bir qandaydir qiyinchiliklar yaratib bersa yoki Ukrainada bo'layotgan vaziyatga bir qandaydir noto'g'ri postlar qo'ysa, bunday shaxslarni shu zahot Rossiya fuqaroligidan mahrum qilishmoqda va deportatsiya qilishyapti. Shu uchun hurmatli do'stlar, agarda siz ham yaqin vaqtda Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan bo'lsangiz, shu prisaga keltirgan bo'lsangiz, juda ham ehtiyot bo'linglar. Bo'lgan bo'lmagan narsalarni internetda yozmanglar. Bu ogohlantirishni zamon talab etsak bo'ladi. Mana bizning nevaramiz Abduhalilov Ibrohim. Men Bahrom Ismoilovdan bir marta yordam so'ragandim. Shu lichinasiga yordam berdi, kattakon rahmat. Lekin biz yana bir marta lichinaga muhtoj bo'lib qoldik. Sizlardan yordam, saxovatdan yordam so'radik, ya'ni Bahrom Ismoilovdan yordam berdilar. Juda katta rahmat. Aynan shu mir privilegiya orqali uyga pul yuborayotganlarning ehsonlari bilan biz bunday imkoniyatga ega bo'ldik. Sizlarga katta rahmat. Agarda siz ham Saxovat fondiga yordam bermoqchi bo'lsangiz, uyga shu mir privilegiya orqali pul yuboringlar. Hozir shu yerdan prilojeniyga silka chiqadi. Yuborayotganingizda o'zbek promokod terishni unutmang. Keyingi yangilik Rossiyaning dumasidan keldi. Yaqin vaqtda Rossiyaning dumasiga bir qonun kiritiladi. Bu qonun ko'rib chiqiladi. Agarda bu qonun qabul qilinsa, har bir Rossiyaga kelayotgan chet el fuqaro, aynan shu mehnat muhojirlar o'zlari bilan shu VICH kasalligi yo'qligi haqida, tuberkulyoz, gepatit C, B va giyohvand moddalarni iste'mol qilmaganligi haqida spravkalarni yig'ib,
aeroportda FSB xodimlariga taqdim qilish kerak bo'ladi. Bu g'oya shu LDPRga tegishli Yaroslav Nilov deputatga tegishli. Bu Rossiyaning dumasida eng bir ko'zga ko'ringan millatchi deputat desak bo'ladi. Bu deputat Rossiyada mehnat muhojirlarining sharoitlarini ancha salbiy tomonga o'zgartirishga qaratilgan qonunlarni kiritmoqda. Xudoga shukr, har bir qonun qabul qilinmaydi va niyat qilamanki, bu qonun ham qabul qilinmaydi, chunki bu qonun hech qanday Rossiyaning xavfsizligiga yordam bermaydi. Erta-indin bu spravkalar butun internet bo'yicha sotib olsa bo'ladigan bo'ladi. Yana korrupsiya ko'payadi. Mening fikrim, bu qonun qabul qilinmaydi, chunki tak patent olayotganda chet el fuqarolar analizlarni topshirishadi. Agarda hozir bu analizlarni O'zbekiston, Tojikistonda topshiriladigan qilsak, erta-indin korrupsiyalar ko'payib ketadi. Butun internetda bu spravkalar sotiladi va Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlari uchun yangi har xil shu xarajatlar paydo bo'ladi. O'tgan yildan beri Rossiyaning bir nechta program punktlarida chet el fuqarolaridan biometriya daniylarini yig'ish tizimi yo'lga qo'yilgan edi. Eslatib o'taman, birinchi bosqichda bu tizim shu Domodedovo aeroporti va Orenburgskiy oblastning Mashtakovo punkt переходida yo'lga qo'yilgan edi. Va mana endi rasmiy ma'lumot bo'yicha 1-maydan boshlab biometriya tizimi Vnukovo aeroportida ham yo'lga qo'yiladi. Endi shu Domodedovo Vnukovodan siz Rossiyaga uchib kelsangiz, siz o'zingizni shaxsiy qo'l barmoq izlaringizni va yuzingizni biometriya tizimi orqali topshirasiz. Bu tizimning asosiy vazifasi Rossiyaga zapretga ega bo'lganlarni, ular daniylarni, pasportlarini o'zgartirgandan keyin Rossiyaga qo'ymaslik. Chunki ko'pchilik shu tojikistonlik, o'zbekistonliklar zapretga ega bo'lsa ham o'z daniylarini o'zgartirishadi, ism familiyalarini va Rossiyaga kirib kelishga imkoniyatga ega bo'lishgan edi. Lekin shu biometriya tizimi yo'lga qo'yilgandan keyin hujjatlaringizni o'zgartirgan bo'lsangiz ham baribir sizni biometriya daniylaringiz orqali shu aeroportlarda sizni to'xtatishga Rossiyaning pogranichniklari endi imkoniyatga ega bo'lishdi. Rossiyada yana bir katta guruh qo'lga olindi. Bu guruh chet el fuqarolariga Rossiyada RVP, VNJ va Rossiya fuqaroligini rasmiylashtirish xizmatlarini taqdim etishgan. Juda ham bir ochiq tarzda taqdim etishgan. Ko'p vaziyatlarda aeroportlarda shu endi Rossiyaga kelgan chet el fuqarolarga, mehnat muhojirlarga ular ochiq-ochiq listovkalarni tarqatishgan. Bu listovkalarda shu Rossiyada fiktivniy brak xizmatlarini o'z o'rnida reklama qilishgan va aynan shu harakatlar bilan Rossiyaning FSB xodimlariga nazoratiga tushib qolgan. Tezkor tergov harakatlari natijasida bu guruhni tashkil etgan shaxs Kalujskiy oblastida qo'lga olingan. U o'zi Moskovskiy oblastdan Rossiya fuqarosi va unga yordam bergan yana 11 ta shaxs qo'lga olingan. Ularning ichida 2 ta ZAGS xodimi. ZAGS xodimlar shu pora olib, shu chet el fuqarolar bilan braklarni rasmiylashtirishgan. Tekshiruv natijasida 30 tadan ko'p bunday braklar aniqlangan va endi afsuski bu odamlarning xizmatlari bilan foydalangan chet el fuqarolar Rossiyadan vidvareniya bo'lishadi. Bizning kanalimizda shu Rossiyada fiktivniy braklarni aniqlash tizimi haqida alohida video bor. Agarda yaqin vaqtda siz Rossiyada rasmiy nikohdan, ZAGSdan o'tmoqchi bo'lsangiz, albatta bu videoni ko'rib chiqing. Hozir shu yerdan silka chiqadi. O'tgan hafta Moskvada O'zbekiston va Rossiya bosh prokuratura xodimlari bir shartnomaga imzo qo'yishdi. Bu shartnoma binoan Rossiyada prokuratura O'zbekiston fuqarolarini, mehnat muhojirlarining haq-huquqlarini himoya qilishga endi alohida nazorat qiladi. Bu degani shu mehnat muhojirlarini Rossiyada haq-huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bo'limlar, mutaxassislar soni ko'payadi va har bir O'zbekiston fuqarosini Rossiyada haq-huquqlarini buzilishi alohida nazorat bilan ko'rib chiqiladi. O'z o'rnida O'zbekiston bosh prokuraturasi Rossiya fuqarolarini haq-huquqlarini alohida nazoratga oladi. Bu albatta ijobiy yangilik, chunki bir tomondan ko'rib turibmiz, 1 milliondan ko'p O'zbekiston fuqarolari Rossiyaga kelib ishlashmoqda va afsuski oxirgi payt ularning haq-huquqlarini buzilish holatlari ko'paymoqda. Bu har xil vaziyatlar, bu politsiya xodimlari bo'ladimi, davlat xizmat ko'rsatish idoralari tomonidan qonun buzilishi va hokazo holatlar. O'zbekistonda esa yaqin vaqtda Rossiyadan turistlarning soni 1 millionga yetib boradi va ular ham har xil vaziyatlarga duch kelishlari mumkin. Shu uchun ikkita davlatning prokuraturalari shu fuqarolarning haq-huquqlarini himoya qilish tizimini yaratishga qaratilgan shartnoma bu masalalarni hal qilishga qaratilgan va niyat qilamanki,
endi Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarining haq-huquqlari Rossiyaning bosh prokuraturasi tomonidan rostdan ham alohida nazoratga olinadi. Siz bu haqida nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. Keyingi yangilik Omsk oblastidan keldi. Bu yerda Farg'ona viloyatiga tegishli Fruit City degan savdo markazi yo'lga qo'yildi. Bu markazning asosiy vazifasi O'zbekistondan Rossiyaga eksport bo'layotgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini ko'paytirish va Rossiyada savdo bilan shug'ullanadigan idoralar uchun sharoitlar yaratib berish. Eslatib o'taman, 2024-yilning o'zida O'zbekistondan Rossiyaga 815 ming tonna qishloq xo'jalik mahsulotlar yuborilgan. Yuborilgan mahsulotlarning umumiy qiymati 630 million dollardan oshgan. Moskvaning sudi ish beruvchilarni e'lonlarida "Работа только для славян" degan belgini taqiqladi. Bu degani Rossiyada endi ish beruvchilar qo'yayotgan ish e'lonlarida "Только для славян" degan belgi zapret bo'ladi. Eslatib o'taman, bir necha oy oldin bunday taqiqlar kvartiralarni topshirishga tegishli e'lonlarga ham kiritilgan edi. Hozir Rossiyada bunday e'lonlar blokka tushmoqda va mana endi Xudoga shukr ish beruvchilarga ham bunday yangi talablar qo'yilmoqda. Bu talablar nafaqat mehnat muhojirlarining haq-huquqlarini himoya qiladi, balki Rossiyada yashayotgan boshqa rus millatiga tegishli bo'lmagan xalqlarni haq-huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Agarda siz ham qayerdadir bunday belgilarga guvoh bo'lsangiz, kommentariyada yozinglar. O'tgan oy Sankt-Peterburgda mehnat muhojir kuryerlarga nisbatan katta reydlar bo'lib o'tdi. Va mana endi Peterning ichki ishlar boshqarmasi bu reyd natijalarini e'lon qildi. Reyd natijasida MVD, GAI, FSB, Rosgvardiya xodimlari tomonidan 1000 tadan ko'p hujjatlarda kamchilik bo'lgan mehnat muhojir kuryerlar aniqlangan. Ulardan 500 tasi Rossiyadan vidvareniyaga ega bo'lishgan. Kuryerlarni ishga olgan 113 ta ish beruvchiga nisbatan protokollar tuzilgan. O'z o'rnida GAI xodimlari tomonidan velosipedlar, samokatlarga ham 1000 tadan ko'p protokollar tuzilgan. Xullas, Peterda yashayotgan bo'lsangiz, agarda kuryerlik bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, kommentariyada yozinglar. Vaziyat qanday? Bizning patent test javoblari kitoblarimiz sotuvga chiqdi. Kitobda patent imtihoniga tushadigan 100 ta savol bor. To'g'ri javoblar belgilangan. Bundan tashqari, FMSda beriladigan og'zaki savollarga javoblar ham keltirilgan. Kitobni siz bizning Azondagi Musofir onlayn magazinida xarid qilishingiz mumkin. Xo'sh, yerdan silka chiqadi, shu yerdan o'tib bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Keyingi yangilik Ukrainaning Kiyev shahridan keldi. Bu yerda 2018-yildan boshlab 2024-yilgacha 10 tadan ko'p odamni o'ldirgan o'zbekistonlik manyak qo'lga tushdi. Bu 39 yasharlik O'zbekiston fuqarosi Ukrainada yashagan va 6 yil doirasida har xil odamlarni ishonchiga kirib, ichtirib, natijada o'rmonga olib kirib, urib o'ldirgan, bir nechta ayollarni bo'g'ib o'ldirgan va mana nihoyat Ukrainaning ichki ishlar xodimlari tomonidan bu manyak qo'lga olingan va sudlanish natijasida pожизненный hayotini oxirigacha srokka ega bo'ldi. Keyingi yangilik Astraxanskiy oblastidan keldi. Bu yerda eslatib o'taman, 2024-yilda bir nechta sohalarda chet el fuqarolariga ishlash man etilgan edi. Va mana endi aytganimizdek, birinchi bo'lib qishloq xo'jalik sohasi Astraxanskiy oblastining hukumatiga bir talab bilan chiqdi. Agarda sizlar chet el fuqarolariga ishlashga ruxsat bermasangiz, bu yil Astraxanskiy oblastida hosil yig'ilmaydi. Eslatib o'taman, aynan shu qishloq xo'jalik sohasida kiritilgan taqiqlar deb bu holat endi yuz bermoqda. Va mana endi Astraxanskiy oblastining hukumati qishloq xo'jalik sohasini chet el fuqarolariga ishlash man etilgan sohalardan olib tashlaydi. Mana yana bir marta biz guvoh bo'lyapmiz. Qanchalik siyosatga, har xil millatchilarga yoqaman deb bunday qonunlarni qabul qilish natijada baribir iqtisodiyotning qonunlariga qarshi bo'lmoqda. Bu bizga yetib kelgan xabar desak bo'ladi. Mening ishonchim komil, bunday holatlar hozir butun Rossiya bo'yicha juda ham ko'p. Lekin har bir holat ommaviy axborotlarga chiqmaydi. Odatdagi meni ko'rayotganlar Astraxanskiy oblastdan bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Vaziyat qanday? Hurmatli do'stlar, bugungi yangiliklarimiz shu loyihalardan iborat. Sizlardan iltimos, kommentariyada savollaringizni qoldiringlar va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.